Gentra mashinasini oynasini ko'targanda mana shunday qiyshayib qolishini bugun sizlar bilan birgalikda to'g'rilaymiz. Buni ikki xil yo'li bor. Hozir birma-bir ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Birinchi очередь obshivkani ochishdan boshlaymiz ishimizni. Bizni kuzatib boringizlar, mana birinchi bo'lib obodokchalarini ochamiz. Hammasini birma-bir ko'rsatib tushuntirib o'tamiz hozir. İşimizni mana boshladik. Mana shunday qo'lchalari bor. Ehtiyotkorlik bilan ochib olish kerak. Mana bu yoni ochilgandan keyin ozroq ruchkani oldiga tortamiz. Yana joyi ochiladi ishlashimizga. Olayroqqa olsak, mana o'zi chiqib keladi. Bega atyorka tiqib sindirib yo plastikda ezib qo'yish mumkin. Shu sababli ruchkani o'zini oldiga tortsa chiqib keladi mana. Hech qayeri mana sinmadi quloqchalar. Tagida samarezlari bor. Uchta. Buni ham yechib olamiz. Ruchkani ichida bitta bor mana. Endi bokovoyda knopkasini ochib olishimiz kerak. Mana. Chiqib keldi. Bu yerda shtekер bor. Shtekkerini tagida quloqchasi bor. Shundan bossak, mana bunday bosilgandan keyin tortsak chiqib keladi. Obshivkani tagi qismidan asta-asta ko'tarib kelamiz mana. Endi buni tepaga qarab ko'taramiz burchakdan. Uchta shtekeri bor, mana yechib olindi, tayyor holatga keldi. Plankachasini yechib olamiz. Salqonni ham yechib olamiz. Oynani ikkita samarezi bor. Buni ham yechib olamiz. Ikkinchisi mana tepada qolgan ekan, ozroq oynani tushiramiz. Yechib olamiz. Mana ikkinchi samarezini ham oynani pastroqqa tushirdik. Bo'l, oynani hech narsa ushlamayapti. Oynani chiqarib olsak bo'ladi endi. Ko'taramiz, yonga olamiz. Mana shunday yonga olib, tepaga qarab ko'tarib olsak chiqib keladi.
Oyna yonbosh bo'lib ko'tarilishini ikki xil yo'li bor to'g'irlashda. Birinchisi mexanizmga perdelka qilinadi. Bunda mana luft paydo bo'lgan. Shu sababli ko'targan vaqtimiz mana bunday qiyshayadi-da, oyna qiyshayib ko'tariladi. Mana shu luftni yo'qotishimiz kerak birinchisi. Ikkinchisi esa mana bu teshiklarini ozgina orqaga olib perdelka qilamiz. Shuni hisobidan oyna kalla taylamaydi. Egalari xohlashmadi teshiklarini perdelka qilib o'zgartirishimizni. Stiklopodiyomnikka qancha o'zgarish qilsangiz qiling, mashina teshiklariga o'zgarish kirgizdirmang. Buni любой vaqtda almashtirsak bo'ladi. Bu zapchast bu deb aytishdi. Shu sababli biz birinchi usulni qo'llaymiz. Mexanizmni o'ziga ikkita mana bu yerdan bedan quloqcha varid qilamiz, plankacha. Mana shu luftni yo'qotish uchun. Uni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana bunday planka hozir kesib olamiz oynaga. Bu narsalar hammasi naglaz yasaladi. Shablon yoki hech narsa yo'q. Qarab, naglaz razmeri olib yasab boriladi. Mana ikkita plankamiz tayyor. Buni endi tuyib girlarini chaqlab tozalaymiz-da, joyiga qo'yib, qiyshaytirib, amburcha bilan razmer olib, lishnisini kesib taylab, undan keyin svarkalab qo'yamiz. Mana shunday plankacha tiqiladi. Qo'l bilan yordamlashish kerak, ozroq qiyshaytirib olishga. Mana qiyshaydi. Bunisini ham mana qiyshaytirib oldik. Mana. Mana shunday bo'ladi. Endi buni lishnisini shunday kesib taylaymiz ikkovini ham va amburcha bilan ozroq yana ishlab beramiz burchaklariga. Mana. Tayyor mana. Lishnisini olib taylaymiz. Bunisini ham xuddi shunday. Mana tayyor bo'ldi. Mana shu yerlardan gideta kesishimiz kerak. Sal ko'p ekan. Mana. Mana shudan bitta tochka beramiz endi. Bo'ldi mana tayyor.